O'g'lim, nima qilyapsan? Ahmoqmisan, to'chkasga. Dada chiqib keting. Meni bu yo'limdan qaytarmay to'ydim hammasidan. Mendan boshqa hammani omadi kulyapti. Men ham o'shalarga o'xshab harakat qilyapman-ku. Birovlarning oldida omadsiz bo'lib yashashdan charchadim dada, bo'ldi. Menga bir kun kuyarsiz, 2 kun kuyarsiz, lekin omadsiz bolangizdan qutulasiz. O'g'lim, mana shu ko'zlarimga qara. Bir umr shu ko'zlarni orqangdan mo'ltiratib ketmoqchimisan? O'ligim hammani qo'lida sarson bo'lishini xohlaysanmi, o'g'lim? Men sen tug'ilganingda quvongandim. Meni so'nggi manzilga kuzatadiganim, qariganimda tirgak bo'ladiganim bor deb o'ylagandim. O'g'lim, menga hech narsang kerak emas. Boy bo'lishing ham kerak emas. Tagimga mashina ham olib berma, o'g'lim. Lekin meni bunaqa qilib ortingdan farzandog'iga kuydirib ketma, o'g'lim. Menga bu dunyoning boyligi kerak emas, o'g'lim. Menga turmushga hisobisa bo'ldi, o'g'lim. Orqangdan kuymasam bo'ldi. Dadajon, siz uchun bo'ldi harakat qilaman. Bu xatoni qaytib qilmayman, dadajon. Qanday mag'lubiyat bo'lsa ham yengilmayman, yorib chiqaman. Dada, tezroq kiring, akam televizorda ko'rsatishyapti. Hozir Oyaijahon orqali meni bir aziz insonim kuzatib turibdi. Dada, men sizni yaxshi ko'raman. Buni yuzingizga ayta olmayman. Chiq tashqariga. Iye. Chiq dedim men senga. Hop, dada. Meni bolam deb televideniyega chaqirishyapti. Hamma ko'ryapti meni bolam deb. O'g'lim, seni yutuqlaringni ko'rdim, endi armonim yo'q.